Assalomu alaykum qadrdonlar. Yana bir xonadonda eshik romlarini bitkizdik. Hop, akamizga Akfa Plast oqidan 2 qavatlik oq aynalar solib qo'yib berganmiz. Bu yoqda 2 qanotli eshik, bu taraflariga rom. Hop, bu yerda ustunlarini ham burchakli qilib o'rab berganmiz. Chiroyli qilib. Akfa'ning original kuchkalaridan ochilib yopilishlari ham chotki bo'lgan. Holatlari. Hop, tepaga bitta forsha qo'yganmiz mexanizmli qilib. Bu bularni oddiy ochiladigan qilib qo'yib berganmiz. Patagonnilar qo'yilgan pastga. Burchakli qilib ulab. Chiroyli chiqqan. Eshikni ligirovkalari ham go'zal keldi. Akfa'ning o'zini lamberlaridan hamma yo'g'iga Akfa'ning original narsalarini ishlatganmiz. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa aloqadamiz, pastda nomerlar qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqaverasa, chiroyli qilib o'rnatib, yetkazib o'rnatib berish xizmatlari bilan vodiy bo'ylab xizmat qilamiz. Bemalol akalar aloqaga chiqaverasizlar.